Assalomu alaykum. Bizlar Mendera o'quv markazida o'qiymiz. Mendera o'quv markazida bizlarga o'qituvchi juda ham yaxshi dars beradilar. U kishining ismlari Said Rasulova Lobarxon. Yoshgina bo'lsalar ham bilimlari juda ham katta, juda ham yaxshi. Bizlarga noldan hamma narsani yaxshi tushuntirib, o'rgatib, bilmaganlarimizni so'rasak, jon deb, yo'q demasdan bizlarga tushuntiradilar, hamma narsani aytadilar. Biz u kishidan juda ham mamnunmiz. U kishiga kattakon rahmat deyman. Men Tojikiston Samarqandlik bo'lganim uchun uncha o'zbekchaga tilim kelmayapti. Bundan uzr so'rayman. Lekin o'qituvchimizga gap bilishi mumkin emas. Yoshgina bo'lsalar ham juda ham ko'p narsani biladilar. Bilimlariga gap bilishi mumkin emas.